2026-yil shovqinli g'alabalar emas, sokin, ammo muhim ichki yutuqlar yilidir. Sunbula burji vakillari, bu yil siz o'zingizga qaytasiz. Mukammal bo'lish shartmi yoki baxtli bo'lish yetarlimi? Shu savolga javob beradigan yil bo'ladi. Bu yil sizdan tezlik emas, ichki sokinlik talab qiladi. Nima qoladi, nima ketadi? Hayotingiz nihoyat tartibga tushadi. 2026-yil siz uchun ko'p ish qilish emas, to'g'ri ish qilish, tezlik emas, pishgan qarorlar, mukammallik emas, hayotning haqiqiy mazmunini topish yili bo'ladi. Eng omadli oylar mart, may va oktyabr oylari aniqlik, e'tibor va iliq hislar davridir. Bu yil moliyada sokin va ongli o'sish bo'ladi. Siz qancha ko'p ishlaymandan ko'ra qanday yashayman degan savolga ko'proq e'tibor berasiz. Kasbni o'zgartirish, o'qish, biznes boshlash va barqaror daromad yaratish uchun qulay yil bo'ladi. 2026-yil sizga shuni o'rgatadi. Hamma narsani nazorat qilish shart emas. Ba'zan eng to'g'ri qaror o'zingizni ayamaslikni bas qilishdir. Siz mukammal bo'lish uchun emas, tirik va baxtli bo'lish uchun yaratilgansiz. Hayotingiz soddalashgani sari kuchingiz oshadi va yil oxirida siz shuni anglaysiz. Men kamroq bosim bilan ham ko'proq natijaga erisha olaman. Aziz do'stlar, sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun videoga like bosing va albatta izohlarda o'z burjingizni yozib qoldiring.